Assalomu alaykum. Qo'zak va kuzatuv boruvchilari. Mana yangi obyektimiz o'z nihoyasiga yetkazdik. Manzilimiz Marhamat tuman Rovot, Yuqori Rovot mahallasidamiz. Batga hop 3 ta eshik, 3 ta rom olib kelib o'rnatib berganmiz. Общий kvadrati 13 kvadrat bo'lyapti. Narxi 8.650.000, двойной yo двойный podagonnik. Hamma yo'g'i ichida. Redpen Plus 6000 quvvatli materiallari, hamma yo'g'i originali bo'lgan. Hozir razmerlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. 1.30 ga 1.60 bitta rom. Buni orqasida yana bitta 1.30 ga 1.60 bitta rom bor. 1.80 ga 1.60 yana bitta rom. Eshiklarimiz 90 ga 2.30. 3 ta eshik bir xilda. Hop. 45 lik podagonnik. Choklarini ko'rishinglar mana o'rtali choklari. Mana go'zal holatda kelgan mana. Qanotlari choklari. Ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'q. Go'zal holatda, shtabillarigacha. Penalari, zazorlari hamma yo'g'i joyida. Bitta 90 ga 2.30 eshigimiz tashqariga chapga ochiladi. Har doimgidek Quvasoy akfada 4 tadan petla. Kecha bugun qo'ygan videomizda bitta romga qanaqa qilib metal solinadi deb hali bitta ikkita savol beruvdi. Shuni tushuntirib o'taman. Eshikning qanotida zamoy tomonida bo'ladi deganim, bu tomonida to'liq bo'ladi. Keyin buni beliga solinadi. Bu tomonga ham mana o'rtalikda ushlash uchun ikkiga mana o'rtalikka to'liq solinadi. Qolgan joyiga solinmaydi. Og'irib ketadi. Eshikda to'liq ramasida bor, belida bor. Romni ham to'liq ramasida bor, ochiladigan qanotida yo'q. Original saydinitel 4 tadan akpen oshoq-moshoq. Hop, turetskiy atvet, turetskiy zatseflar 4 tadan joyidan qulflanadi mana. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta. Mana shammasalari qilganda zazor borib uriladi, tishlab oladi bir-birini. Ruchkani tevaga ko'tariladi. Kalitda birosa eshigimiz qulflandi. Bu so'rani orqasida yoduyimiz 2 qavat ham yoduy oyna. Zazorlar. Tevasi likillamaydi. Aytganimdek ruchkani tevaga ko'tarsa qulflanishlari ko'rishinglar mumkin. Hamma go'zal holatda. Mana Tayxu 45 lik podagonnik kengroq bo'lsin deganiga 45 lik qo'yib berdik. Hop, bu yerdan 6 sm, bu tomonga 6 sm, oldi tomonga yeshirib berganmiz. Taylari ham to'liq peylalangan. Romga adishir o'kinni 3 bo'yinli ruchka qo'yib berganmiz. Originalda hamma yo'g'i temir. Hop. Poldan 1 sm akfani ko'tarib berganmiz. Bu pol pastroqda, buni nisbatan akfani hisobini olib qoqilgan ekan o'zi. 1 sm ko'tarib berdik. Ertaga polos-molos solganda bir xilda bo'lib ketadi. Bu romimiz ham 1.60 ga 1.30. Buni ham choklari go'zal holatda mana ko'rishinglar mumkin. Qanotda ham, eshiklar shtabiga hamma yo'g'i. O'qmay ko'rsataveramiz, chunki choklar hamma yo'q. Kakbalojniy chiroyli bo'ladi. Buni ham yopilishi go'zal holatda, tevasi bor. Yopganda likillamaydi. Redpen akfani zavodi bilan bitta. Akalar, Redpenning qanaqa, akfa qanaqa deydi. Ikkovsiga ham garantiya beramiz. Mana. Mana bu Redpen, mana bu akfa. Ko'rishinglar mumkin, rangi birga bir. Mana original narsa. Bu ham
yoki bitta salafaram chiqmayapti. Yaxshi qisganlar rezinkalari qani. Mana ko'rishinglar mumkin. Rangi birga bir tushadi. Bir-birini zavodi bitta, ikkosi bitta liniyadan chiqadi. Aytganimdek, bu ham zamoy tomonda to'liq metal, bu tomonda stoykaga solingan, beliga solingan, kesakiga to'liq, bunda ham to'liq metal. Tashlab yubormasligi uchun hammani o'zini ishini o'zi biladi, ish stilini. Garantiyasi bor. 5 yil garantiya beramiz. Profil eshilib ketsa, boshqa bo'lsa, tashlab yuborsa, borib to'g'rilab beramiz. Qayerda bo'lsa ham, u qizig'i yo'q. O'zbekiston bo'yicha biz qilgan ishimiz bo'lsa, borib to'g'rilab beramiz, garantiyasini tan olamiz. Uzoqdan kelmaydi, yo buna bo'ladi, una hayol bo'lmaydi bizda. Qilib berdikmi, qilib bergan ishimizga garantiyasini beramiz. Mana ba'da bu rom, hamma romlar, o'kinlilari, ruchkalari, adashir o'kinlik. Polygonlar tayfo, taylari peynalangan. Zazorlari juda go'zal holatda zazorlar. Mana ichkari choklari ham, shtapiklari ham hamma yo'g'i go'zal holatda bitadi. Oshiqcha shum yo'q plasda. Plas, yana doim aytganimdek, ko'pchilik aytadi plas bo'lmaydi. Plas bo'ladi, faqat hamma yo'g'ini kakpalojni qilsa, chiroyli qilsa bo'ladi hammasi. Plasga yetadigani yo'q o'zi. Ana tiqirayga mana bunisi zo'ldiri. Zimaleta qiladi. Buni ham qulflanishlari go'zal holatda, ochilishlari. Har doimgidek aytayotgan qo'saqada to'rttadan oshiq. Egasi aytsa, aytmasa, eshikni bo'yiga qarab oshiq-moshiqni qo'yib beramiz. Mashina 1.90, 2 metrgacha bo'lsa, 2.5 gacha bo'lsa, to'rtta oshiq-moshiq qo'yib beramiz. Undan oshiq bo'lsa, o'zimiz bilib 5 tadan qo'yib beramiz. Oshiq-moshiq qizg'anilmaydi bizda, foyda o'ylanmaydi. Bizga ish sifati muhim, asosiy. Ertaga 3-4 so'm foydani orqasidan uyga 10 marta borib kelgandan ko'ra 5-10 ming kam foyda qilib, bir marta borib ishini tinchitib bersak, bizga shu ma'qul. Zazorlar yo'q. Qarshiliklar. Ushaga. Buni ham 6 ga 6 chiqarib berganmiz. Chekkalari, zazorlarni ko'rishinglar mumkin. Go'zal holatda. Buni ham keyin bitta ikkita akfachi ishimizni ko'rib, ko'pchilik aytibdi, ruchkani teskari qo'yib qo'yibdi. O'rnatga bo'lgan ishimizda. Ruchkani teskari qo'yib qo'yibdi. Ruchka baqa bo'lish kerak, pastga bo'lganda qulflanadi. Bunaqa deb aytishibdi. Akalar, uyda egalari hammani o'zini stili bor. Ruchkani pastga qilsangiz, mana bu narsa ko'rinayotgan shunday qilganda bu orasiga kiradi. Nabarot qo'ysangiz, buni orasiga bunday kiradi. Mana bu narsa bunday kirganda, mana bu qanotda uchini pastga bosaveradi bu tomonini mana ochib ko'rsatay. Bu burchagini pastga bosaveradi, oxiri tashlab yuboradi bu narsa. Qiyshayib oldi munkib bo'ladi pastga. Bu narsada har ochib yopganingizda o'zini o'zi tevaga ko'tarib ligirovka qilib turadi. Taqqoslarini qo'yib, ligirovkalarni qilib qo'yganmiz. U taqqoz ham plasmassa narsa bo'ladi. Qachonki eziladi yo surilishi mumkin. Shuning uchun ruchkani ham shu holatda qo'yib beramizki, uzoq yil mehnat qilsin. Uyda egasi ertaga xunuk bo'lsa, ichi chiqmay qolmasin deb shu narsa qo'yiladi. Iltimos akfachilarga bu murojaatan boshqa ham qilmagan ishlaringga, boshqa qilmaganlaringga garantiya yo bo'lmasa kirib, "Buna qilib qo'yibdi, buna qilib qo'yibdi" demanglar. Biz ham sizlarning ishlaringizni ko'ramiz, boshqa qilamiz. Lekin zo'r qilibdi, malades. Hamma yo'q kakpalojniy bo'pti deymiz. U bir-birimizdan ayb topishni hojati yo'q. Topamiz desa, bir-birimiznikidan bemalol topib olamiz. 100% temir sosalaring ham, 50% temir sosalaring ham o'zlaring bilasizlar akfachilar. Bir dona ayb topish u hech nima emas, faqat
birovni ishini birovni ish stiliga aralashtirmaslik kerak. O'zingizni stilingizda o'zingiz qiling. Bo'lmasa, u stilda qilmasdan ketavering. Gapirmasdan, iltimos. Xo'p, aytimiz aytganimdek narxi 8.650.000 so'm bo'ldi. Kvadrati 13 kvadrat. Kvadratiga pichadigan bo'lsak, xo'p, 665.000 so'mdan tushyapti. Mana shu yerda 665.000 so'm, eshiklari ichida hamma rom eshik, hammasi ichida, kvadrati 665.000 so'mdan tushyapti. Keyin kommentariyada bitta aka yozgan ekan, uyga chaqirsak kvadrati 1 million bo'lar ekan, aytilishi 650 ming aytilar ekan deyapti aka. Siz 100 ga qilib berganmizmi bilmayman. Alumin aytilgan 650 ming so'mdan, alumin antrazit aytilgan. Siz 100 ga qilib bergan bo'lsak, agar plas rangli bo'lsa, ular 1 million atrofida chiqadi. Iltimos kommentariyada to'g'ri fikr qoldiringlar. Biz ham mehnatimizga yarasha pul qo'yib olib ketamiz xolos. Sizlardan oshiqcha pul olmaymiz. Iltimos akalar. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatdamiz. Butun O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Plasga 5 yil garantiya, eshigiga 100% javob gapimizga, xudo xolasa. Alloh tanijonimizni sog' qilib tursa 5 yil garantiyani beramiz, tan olamiz. Mana